Qizini tug'ilgan kuniga shoshayotgan Lichonsok mashinasi bilan tunnel tagida o'tib ketayotganda, tunnel uni ustiga qulab tushadi va u birozdan keyin ko'zini ochganda qulab tushgan tunnelni pastda yotganini ko'radi. O'shanda u telefonni zo'rg'a topib MCSga telefon qiladi. U MCSga "Men ustimga tunnel tushib ketdi" deganda, ular hayron qolishadi va qayerdaligini so'rashadi. Lichonsok ularga qayerdaligini aytgandan keyin MCSdan xodimlar kelib qo'rqib ketadi. Ular u yerga borganida butun tunnelda tushib ketganini ko'rishadi va bu 5 daqiqalik ish emasligini aytishadi. Bu xabarni butun Koreyani similari gapirib boshlaydi va televizordan uni xotini ham ko'rib qoladi. Xotini tezda Lichonsokka telefon qilib, "Tirik qolsang bo'lgani" deydi. Afsuski bu vaqtda Lichonsok meni hozir kimdir qutqaradi deb kutayotganda, hech kim uni qutqarishga kelmaydi va u yana MCSga telefon qiladi. MCSga telefon qilganda, "Lichonsok, sizda qancha suv bor?" deydi. MCS birinchi beradigan savoli. "Menda 2,5 litrlik suv bor. Nimaga buni so'rayapsiz?" deganda, "Bu biz o'ylagandek oson ish emas ekan. Siz kamida 7 kun o'sha yerda bo'lishingiz mumkin" deb aytadi. Bundan qo'rqib ketgan Lichonsok MCSga "Hozirgi ahvol shu darajada dahshatli" deb savol berganida, MCS "Xuddi shunday. Siz faqat xavotirlanmang. Biz sizni u yerdan chiqarib olishga harakat qilamiz" deydi. Bu vaqtda esa Lichonsok ahvoli bir ahvol bo'lib ketganda, hamma simiylar, axborotlar o'zlari uchun material tayyorlashga unga telefon qilib boshlaydi va primoy efirda birga gaplashaylik deb boshlaydi. Bu treyler davomini K-Studio kanalida ko'rishingiz mumkin. Agar siz favqulodda holat syujetini yoqtirsangiz, bu film aynan siz uchun.